Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. İmam Buxoriy rahimahullohning Al-Adabul Mufrad nomli bu kitobini dars qilayotgan. Bugun shu darsimizning davomini o'qiymiz. 85-babga kelgan. 85-bab Babul affi anil xodimi. Xizmatkorni afu qilib o'tish haqidagi bab. 163 hadis. Haddasana Hajjajun qala haddasana Hammadun wa ibnu Salamata qala akhbarana Abu Ghalibin an Abi Umamata qala Abu Umamadan rivoyat qilindiki u mundaq degan. Aqbala an-nabiyyu sallallohu alayhi va sallam ma'ahu ghulamani fawahaba ahadahuma li Ali salawatullahi alayhi wa qala لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetip geldi ve onun bilen iki hizmetkar yoki iki bala bar idi. Onun hizmetkarning birini Ali radhiyallahu anhu berdi. İlgari so'zlab o'tib ketgandek, sahabalarning hammini umumyuzlik radhiyallahu anhum Alloh ulardan rozi bo'lsin deymiz. Salavatulloh alayhi degan shi'alarning deydigan so'zi. Shi'al Ali radhiyallahu anhuni yoki iloh deb qaraydi yoki payg'ambar deb qaraydi. Shuning uchun Alloh salavatulloh alayhi deydi. Bu Imom Buxoriy rahimahullohning so'zi bo'lmasdan, balki shu kitobni ko'chirish jarayonida radhiyallahu anhu degan so'zni salavatulloh alayhi deb almashtirib qo'ygan. Va qala va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shundoq dedi. Sen uni urmag'in, ya'ni xizmatkarni urmag'in, chunki men namoz ahlini urishdan cheklandim, to'sildim. Va chunki men uni biz kelgandan beri namoz o'qiydigan ko'rdim, yoki bizga kelgandan beri namoz o'qiydigan ko'rdim. To'g'risi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelgandan boshlab uni namoz o'qiyotgan holatda ko'rgan bo'lishi mumkin, vallohu alam. Agar munzu aqbalna deb o'qisak, biz yetib kelgandan biri bo'ladi. Ya'ni biz yetib kelgandan biri uni namoz o'qiydigan ko'rdim. Va a'ta Abu Zarrin g'ulaman. Abu Zar raziyallohu anhuga yana bir balani, ya'ni yana bir xizmatkorni berib va qala mundaq dedi. Istawsi bihi ma'rufan fa a'taqahu fa qala. Buningga yaxshi qarag'in dedi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Shuning bilan Abu Zar raziyallohu anhu uni ozod qilib etdi. فقال ما فعل قال أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته Abu Zar raziyallohu anhu bu qulni azod qilayotgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hayron bo'lib so'rabdi va bu nima qilgandi deb. Shuning bilan Abu Zar raziyallohu anhu o'zlari menga bu qulga, bu xizmatkorga yaxshi qarashimni, yaxshi muomala qilishimni topilgan edilar. Shuning bilan men uni azod qilib etdim. Chunki bir insonni qulluqdan hurlikka, erkinlikka erishtirish u inson qilingan eng chong yaxshilikning qatoridan hisoblanadi. Yoki Abu Zar raziyallohu anhu bu qulga yaxshilik qildim deb inson bo'lganlik uchun ba'zan bir ahvolda ko'ngli azor berib qo'ydigan yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningdan talab qilgandek bir holatda yaxshilik qilib bo'lmay qilishidan ansirab Allah rızalıq üçün onu azad qılayotgan bo'lishi mumkin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Zar radhiyallohu anhuga qayimdi. Ya'ni men sana yaxshi qara desam, sen uni azad qilib o'tibsan-ku deb qayimasligi azad qilishninki uningga qilingan cho'ng yaxshilik ekanligini tushundirdi. 164 hadis. Haddasana Abu Ma'mar qala haddasana Abdul Waris qala haddasana Abdul Aziz an Anas qala Abu Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisga u mundaq deydi. Qadima nabiy sallallohu alayhi va sallam al-Madinata wa laysa lahu khadimun. Fa akhadha Abu Talhata bi yadi fantalaqa bi hatta adkhalani ala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fa qala. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga yetib keldi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hech qanday xizmatkori yo'q edi. Shuning bilan Abu Talha qo'limdan tutib meni ipmangdi. Hatta payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishga kirgizdi va mundaq dedi. Faqala ya nabiyalloh inna anasan g'ulamun kayyisun labibun falyahdumka. Va Abu Talha radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga shundaq dedi. Ey Allohning payg'ambari sallallohu alayhi va sallam, haqiqatan Anas aytdi, puxta
atrofliq ish qilalaydigan labibun aqlliq ziyrak bola, shuning uchun sizning xizmatlarini qilsin dedi. قال فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. Anas radiyallahu anhu shundaq deydi, men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xizmatini qildim, safarda va safar qilmay muqim turgan holatlarida. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga yetib kelgan chaqda, hattoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lguncha shundaq xizmatini qildim. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men qilgan har qanday bir ishqa nima uchun bu ishni bundaq qilding demidi. Va men qilmagan har qanday bir ishqa bu ishni bundaq qilsang bo'lmamdi deb baxmidi. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xizmatkor bo'lgan Anas radhiyallohu anhuga nima ish qilmani mundaq qilding yoki nima ish qilma ishni mundaq qilmading deb kayib baxmagan. U urush, tillash, haqoratlashga u yoqtursin, shunda yaxshi muomala qilgan ya'ni. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xizmatkorlarga, kichik bolaga, ayollarga shunda yaxshi muomala qiladi. Lekin dadisi dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Anas aqlli, ziyrak bola deb. Anas radhiyallohu anhuga tayoq tashlam ketmaydigan aqlli, ziyrak bola edi. Ya'ni ba'zi bolalar bo'lishi mumkin, u bolalarga ba'zida tarbiya qilish, ancha-muncha urib qo'yish zarur. Chunki ilgir deb o'tgandek, qat'iy urmay, ta'lim tarbiya qilmagan vaqtda u bola zoya bo'lib ketadi, yo'ldan chiqib ketadi. Keyin cho'ng bo'lganda o'ngshig'il bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Anas radhiyallohu anhu urmabdi ekan, tillamabdi ekan, mana bundaq qilmabsa, buni bundaq qilsa demabdi ekan deb bolalarimizni qo'yibsak, keyin boshqarib bo'g'il bo'lmaydi. Shunga ham har bolaning ahvoliga qarata muomala qilamiz. Anas radhiyallohu anhu o'xshaydigan, ishorat qilib qo'ysalam tushunadigan, chiroyli tarbiya qilsalam anglaydigan bolalar bo'lishi mumkin. Yana ta'lim tarbiyaga, adablashga ehtiyojli bo'lgan bolalarmi bo'ladi. Shunga bolalarga ta'lim tarbiya qilishda bolalarning ahvoliga qarata, xarakteriga qarata, u bolalarningki axloqiga qarata uningga muomala qilish kerak. Chunki ilgari yetimni adablash babida yetimni tarbiyalash maqsadida qattiq ko'katib o'tmasdan yengil adablab qo'yish haqidagi hadislar o'tdi. 86-bab Babun iza saraqal abdu. Qo'l o'g'irlik qilgan chaqda degan babkan. 165 hadis. Haddasana Musaddadun qala haddasana Abu Awanata an Umar ibn Abi Salamata an abihi an Abi Hurairata qala Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq degan. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Iza saraqal mamluku bi'hu walau binashin. Agar qo'l o'g'irlik qilsa, uni nash bilan bo'lsa-mu, nash miqdorda bo'lsa-mu setib etkin. Qala Abu Abdullah shunday deydi. Nash deganimiz 20 dirhaman, 20 dirham kumush. An-nuwatu 5 nuwat deganimiz 5 dirham kumush. Uqiya bo'lsa 40 dirham kumush. Bu yerdagi o'g'irlagan narsaning miqdori qo'li kesildigan miqdorga yetmagan holatdagi o'g'irlik. Agar qo'li kesildigan miqdordagi bir narsa o'g'irlasa, albatta o'g'irning qo'li kesildi. Ya'ni shundaq qo'li kesilmaydigan darajada bir narsa o'g'irlagan ahvolni ko'z tutmoqchi. Mushundaq ahvolni bayqasang, ya'ni qo'li agarligini, o'g'ri ekanligini bayqasang, noiti azam bahada bo'lsa setib olib, uningdan xalos bo'lgin. Chunki sen uni boshqaramading, uni tarbiyalayamiding, u sendan qo'rqmadi. Endi o'zi yaxshi ko'rganni boshqalarga yaxshi ko'rish kerak bo'lsa, bu o'g'ri qo'lni nima uchun boshqalarga sotadi deganda, albatta aybini aytib turib sotadi. Uning qo'lim o'g'ri deb malning aybini aytish kerak tijorat qilgan vaqtida. Qarshi tarafga o'g'ri ekan bu deb ehtiyot qiladi. Ham setvaga odam o'g'ir bo'lsa men boshqara olmayman, mening tadbirim bor deb turib, uni boshqarib, adablab, tarbiyalab qo'yish mumkin. Muhit almashqandan keyin, xo'jayin almashqandan keyin bu o'g'irmi o'ngishilib,
ilgirki xo'jayinini taptatmagan bo'lsa, qo'rqmagan bo'lsa, keyingi xo'jayinini qo'rqib, taptatib, o'g'irlikdan qo'l uzishi mumkin. 87 bab babul xodimi yazni bu. Xodim gunoh qiladi deydi. Gunoh qilsa qanday qiladi? 166 hadis. Haddasana Ahmad ibn Muhammadin, haddasana Davud ibn Abdurrahman, qala sami'tu Ismaila an Asim ibn Luqayt ibn Saburata an abihi qala. Asim ibn Luqayt ibn Sabura u dadisidan, ya'ni Luqayt ibn Saburadan rivoyat qildiki, u mudaq degan. Endi dadisi mundaq degan. Intahaytu ila nabiy sallallohu alayhi va sallam va dafa'a ar-ra'i fil murahi sakhlatan. Man payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishig'i basam, badim. Padichi, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning padichisi murah degan qo'tan, eg'il. Eg'ilga sakhlatan degani qo'yning balsi paxlandan birini akeldi. Faqala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi. La tahsibanna va lam yaqul la tahsabanna. Ya'ni sen mundaq o'ylab qolmag'in. La tahsabanna demidi deydi ravining gipikan. Anna lana ghanaman mi'atan la nuridu an tazida fa iza jaa ar-ra'i bi sakhlatin zabahna makana hashatan. Bu hadisning to'liqi boshqa sahih hadislarda kelgan, ya'ni Luqayt ibn Sabura degan kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'i o'mak bo'lib kelgan. Shu kelgan vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu kishini hurmatlab bir qo'y so'ygan. Shuning uchun boshqa hadisda sen bizni hurmatlab, sening sababingdan payg'ambar alayhissalom bir qo'y so'ydi deb o'ylab qolmag'in. Bizning 100 qo'yimiz bor, uning ziyod bo'lishini, 100 dan eshib ketishini xohlamaymiz. Qachoniki padichi bir paxlan akasayni qo'y tug'ib 101 bo'lib qolsa, biz shuning o'rniga paxlanning o'rniga bir qo'y so'yimiz degan. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu o'mak bo'lib, mehmon bo'lib kelgan kishilarni izzatlab qo'y so'ygan va ularning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni deb koyib ketdi, jafo tortib ketdi, jafoga sep qo'ydik deb yarim bo'lmaslik uchun ularning ko'nglini xush qilib, bizning 100 qo'yimiz bor, 100 dan oshib ketsa birini bo'g'izlaymiz degan. Ya'ni paxlandan birini kelsa, uning o'rniga bir qo'y bo'g'izlaymiz. Ya'ni mehmonni izzatlaganlikdan mehmonning ko'nglini ayab, mehmonning ko'nglini ko'tarib, yarim bo'lmaslik uchun mehmonning ko'ngli beyaram bo'lmaslik uchun shundoq degan. Fakana fima qala payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shu Luqaytga degan so'zlarining qatoridan la tadrib za'inataka ka darbi amataka fa iza istanshaqta fabaligh illa an takuna sa'ima. Sen ayolingni cho'rangni urgandek urmag'in. Agar sen tarat ag'ani burniga suv ag'a vaqtida fabaligh bakroq suv ag'in. Vayga yetkizib suv ag'in. Faqatla an takuna sa'ima. Ro'zdar bo'lgan altingdan boshqa deydi. Ro'zdar bo'lgan holatda kuchab suv ag'a vaqtda ichiga suv kirib ketmasin deb. Hadisning bu bab bilan bo'lgan munosabatida, ya'ni babda qullar cho'rlar gunoh qilib qolgan chaqda deb ekan. Shunga bu hadis bilan bo'lgan munosabati qulingni urgandek degandan qulni urishning joizligi chiqadi. Ya'ni qul cho'rlar gunoh qilib qolgan vaqtida, xato ish qilib qolgan vaqtida adablash yuzasidan ursang bo'ladi degan ma'no chiqadi. Chunki ayolingni qulni urgandek urmag'in, ya'ni ayol kishi ayoling bilan, hur ayoling bilan qulingning farqi bo'lsin, ayolingni quldek ko'magin demoqchi. Bugungi dars mushat oxirlashdi. Inshaalloh bu darslarning davomi yana davomli chiqadi. Allah Taoladan hammamizga foydali ilm ato qilishini, o'rganganlarimizga amal qiladigan taqvolik ato qilishini so'rayman. Subhanak Allohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.